Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Lamon Sandy tovuqlarini, malotkalarni eng arzoni bizda. Chunki sababi hozir boshqa joylardan endi surishtirayotgan akalarimiz bo'lsa, o'zlari bilishadi. Eng arzon narx 65 ming so'm bo'lyapti. Biz undan ham arzon qilib beramiz, 55 ming so'mdan qilib beramiz. Tovuqlarimiz, malotkalarimiz Lamon Sandy zotiga, sog'lig'iga, yoshiga javob beriladi. Bugungi kunga 105 kunlik bo'ldi. Bugungi sanamiz 17-sentyabr 2025-yil. Shu sanasiga 105 kunlik bo'ldi. Agar dogovorga qarab, boq beringlar, joyimiz tayyor emas desalar, boqib ham berilaveradi. Bu tovuqlarimiz hammaga ma'lum, ko'pchilikka 120-125 kunlikda tuxum nishoni berishdi boshlaydi. 140-160 kunlikda to'liq tuxumga kiradi, xudo xolasa. Tovuqlarimiz yaxshi, sog'lom, ratsion asosida boqilgan. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 55 ming so'mdan qilib berilaveradi. Tovuqlarimizning soni 2000 dona bor. 2000 ta bor. Kelib netib olsalaring bo'laveradi, ko'rib. Dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga, Qirg'iziston Respublikasiga ham chiqarish imkoniyatlarimiz bor. Bemalol chiqarib berilaveradi. Faqat dastavka pullari, hamma nimalari alohida bo'ladi. Tovuqni mana shu o'rnidan olib chiqishda o'zi 55 ming so'mdan bo'ladi har bir donasiga. Agar avion olaman desalaring, joylar uzoqroq bo'lsa, tovuq soniga 1000 so'mdan o'tib berilaveradi. Endi 1000 so'mdan o'tib berilganda ham, misol 2000 ta tovuqdan 1000 so'mdan o'tib bersa, 2 million so'm o'tib berilgan bo'ladi. Har holda bu kiralaringga sal yordam bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar, aloqaga chiqaverasizlar.